Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. Qur'on Karim va koinot dalili. Alamning yo'qdan bar qilinganligi, yaratilganligi, paydo bo'lg'uchining paydo qilg'uchisiz bar bo'lishining batil ekanligi va bu paydo qilg'uchi sababning Alloh taolo ekanligi Qur'oniy bayonlardami intayin ro'shan va aqliyligi kuchlik bayonlar orqali ko'plab ta'kidlangan hamda bu vaqtda isbotlar o'ttirg'a qo'yilgandir. Ma'lum bo'lganidek, koinot dalili logikiligi kuchlik, ilmiyligi mustahkam, aqliyligi shubhisiz bo'lgan asoslar asosida olamning azaliy emasligi, boshlanishi borligi, uning mavjudiyatining yo'qdan bar bo'lganligi qatorliq haqiqatlarni dalillaydi. Hamda yo'qdan barliqqa kelguchi va paydo bo'lg'uchining sababsiz va paydo qilg'uchisiz, to'g'risi yaratquchisiz mavjud bo'la olishining mumkin emasligini aqliy va ilmiy asoslar bilan muayyanlashtirdi. Qur'oniy dalillarga nazar ag'dirganimizda biz bu xil aqliy va logikalik kuchli ilmiy asoslarni Qur'onning butunlay qo'llaydiganligini ko'ramiz. Shundaqla Qur'on Karimning mazkur koinot dalili nazariyasiga o'ziga xos uslubda alohida ishoratlarni berganligini va bu xil ilmiy asosning o'z navbatida Qur'oniy haqiqatlar bilan birdek ekanligini ko'ramiz. Aqida olimlarining Allohning mavjudligining isboti haqidagi ilmiy tadqiqot va izlanishlariga qaraganimizdami, ko'pincha ahvolda ularning Qur'oniy dalillar bilan mazkur haqiqatlangan aqliy dalil va yakunlarning o'rtaq taraflarini bayqashqa hamda o'sha bu Qur'oniy dalillarning xosligi va metodining haqiqatan o'zgacha ekanligini namoyon qilishga ahamiyat berganligini ko'ramiz. Darvaqa, Qur'on Karimda u o'zi muayyanlashtirganidek insoniyatning ehtiyoji va zaruriyat qatlamiga kiradigan barliq masalalarga doir bayon va ishoratlarni o'z ichiga olgan. Qur'onning bu xil alohidliklarga ega bo'lishi olimlarning qat'iylik bilan Allohning mavjudiyatiga doir aqliy dalil va sog'lom nazariyalarni qo'llaydigan, balki mazkur aqliy dalillar maydoniga kelishdan burunla ishoratlanib, bayon qilinib o'tilgan ilmiy haqiqatlarni astoydillik bilan qidirib chiqishiga turkilik rol o'ynab keldi. Shunlashqa olimlar Allohning mavjudligini isbotlashga doir aqliy va falsafaviy dalillarni o'ttirg'a qo'yish bilan bir vaqtda mazkur dalillarning Qur'oniy bayonlarga muvofiqlashgan taraflarini muayyanlashtirib, hamda aqliy va ilmiy dalillarni yanada mukammallikka ega qilishda oz bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatdi. Bu sababdan ular koinot dalili temasidami Qur'oniy manbalardagi uni quvvatliguvchi va dalilliguvchi mazmunlarni ilmiy shaklda bayon qilish va izohlash orqali koinot dalilida o'ttirg'a qo'yilgan ilmiy asoslarni muayyanlashtirdi. Gerçi Qur'oniy dalillar Allohning mavjudligini isbotlashda mustaqil dalil manbalaridan sanalsa-mu, ammo u xos aqliy dalil manbalaridan butunlay ahamiyatini yo'qotmagandir. Shunlashqa har zaman o'zining aqliyligi boy mazmunlar orqali aqliy dalillar qatorida tilga ilinib kelgandir. Bu sababdan Qur'oniy dalillarda ishoratlangan koinot dalili to'liqlash va bayon qilish nuqtasidan o'ttirg'a tashlanishi zarur dalillar jumlasidan bo'lib kelmoqda. Shundaq ekan, navbatda biz mazkur koinot dalilini quvvatliguvchi bir qator Qur'oniy dalillarni o'ttirg'a qo'yib o'tamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, Qur'oniy dalillar vahiyga vakillik qilguvchi naqliy dalil bo'lish bilan birga bayonlardagi kuchlik aqliy va ilmiy asoslarni o'ttirg'a qo'yish va bayon uslubidagi o'zgachiliklar bilan boshqa dalil manbalaridan alohida farqlanib turadi. Koinot dalilida ko'rsatib o'tilgan paydo qilg'uchi bilan paydo qilinuvchi orasidagi munosabatning muqarrar bo'lishidek aksiomli qonuniyat yaratquchining mavjudligiga dalil qilinganidek, Qur'oniy dalillardami bu xil metod keng o'rin olgan hamda kishini o'ylanishga, tafakkurga undiguvchi bayonlar orqali mazkur dalil va uning ilmiy asoslariga ro'shan ishoratlarni bergan. Yana bir jihatdan qaragan vaqtda Qur'oniy dalillarda olamning hodis ekanligi va uning Allohning yaratishi ekanligiga doir mazmunlarning ko'p bo'lishi bizga koinot dalilining xos aqliy dalil bo'lishiga qaramay, uning o'z navbatida naqliy dalillarning ayrilmas bir tarkibiy qismi ekanligini tushuntirib berdi. Alayliq Qur'oniy bayonlarda olamdagi o'zgarishlar olamning hodis ekanligini ko'rsatganligi va bu xil ilmiy haqiqatni aql va ma'rifat ahlining bilib yetalaydiganligiga talay ishoratlar berilgan bo'lib, bu vaqtda Qur'on Karim mundaq deydi: Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengizda uzib yurgan kemalarda, Allah bulutdan yağdırıp bergen o'lgan zamanı tirildirdigan yağmurda, yer yuziga tarqitib etgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta dalillar bordir.
Baqara surasi 164-oyat. Va yana shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ali Imron surasi 190-oyat. Qaraydigan bo'lsak, yuqorqi oyatlar olamning hodis ekanligiga va bu hodisning alomatlarining uningdagi o'zgarishlar ekanligiga dalil bo'lib, oyatdagi xalaq so'zi olamning hodis ekanligiga ishorat qilsa, uningdagi o'zgarishlarning olamning hodis ekanligiga ishorat ekanligi va bularning Allohning mavjudiyati va qudratining dalil ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Oyatdagi xalaq so'zini olamning hodis ekanligiga ishorat deyishimiz, bu so'zning arab tilidagi ma'nosining shay'ini yo'qdan bar qilish, yaratish ma'nosida bo'lganligidir. Tilshunos olim Abu Mansur al-Azhari mundaq deydi: xalaq so'zi arab tilida shay'ini o'rnaksiz holda yo'qdan bar etmak demakdir. Oyatlardagi osmon zaminni yaratish ma'nolarining o'rnaksiz yaratish ma'nosida ekanligiga Qur'on Karimdagi munosabatli oyatlarda dalillar bor bo'lib, Qur'on Karim bu vaqtda mundaq deydi: Allah osmonlar va zaminni yo'qdan bar qilg'uchidir. Baqara surasi 117-oyat. Yaratish ma'nosini sharhlaguvchi mazkur oyat haqida mufassirlardan Imom Nasafiy mundaq deydi: oyatning ma'nosi Allah osmon va zaminni o'rnaksiz barliqqa keltirguvchi va uning ixtiro qilg'uchisidir deganlikdir. Oyatlardagi osmon zaminning yo'qdan bar qilinganlik ma'nosidan ko'rib olishga bo'ladiki, koinotning mavjudiyatiga yo'qlik ilgari bo'lgan. İlmi istilahga ko'ra mavjudiyati yo'qdan bar bo'lgan har shay'i hadis bo'lib, darvaqa oyatlar yaratish va yo'qdan bar qilish iboralarini qo'llanish orqali olamning hadis ekanligini muayyanlashtirgandir. Qur'on Karim yana mazkur yaratish so'zi o'z ichiga olgan ma'nini yanada konkretlashtirgan holda belgilik vaqt va zamon ma'nolari bilan o'sha bu yaratishning ba'zi tafsilotlarini bayon qilib mundaq deydi: Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Sajda surasi 4-oyat. Doktor Haysam mazkur oyat ustida to'xtalib mundaq deydi: oyatdagi 6 kun iborasi zamonni o'z ichiga olgan hadislikqa dalil bo'lib, mana bu koinotning azaliy emas, boshlanishi bor hadis ekanligini bildiradi. Aytib o'tganimizdek, yaratish hukmi yuqorida keltirilgan olamning hadis ekanligiga ishoratlaguvchi oyatlarda olamning hadis ekanligini ko'rsatsa, oyatda yana kecha kunduzning almishishi va boshqa har xil o'zgarishlar, koinot hodislari qatorliqlarning tilga ilinishi sog'lom aql egasiga mazkur yaratish hukmi ifodalagan olamning hadis ekanligi haqiqatini bilish uchun yo'l ochadiganligi, o'zgarishlar olamning hadis ekanligining alomat ekanligi va buni sog'lom aql egalari o'sha bu haqiqatlar ustida tafakkur qilish orqali bilib yetalaydiganligi ishora qilingandir. İmam Bayzaviy yuqorida dalil qilingan yaratish ma'nosi bilan koinot hodislarini tang o'rinda bayon qilib kelgan oyatlar haqidagi tafsirida mundaq deydi: shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor degan bu oyatda xuddi Baqara surasida kelganidekla hissiy yoki xiyoliy shak-shubhalarning ta'siriga uchirmagan parlaq aqlga sahib kishilar uchun yaratquchining mavjudligini, uning yakka yeganiligini, mukammal ilm va kuch-qudratga ega ekanligini ko'rsatuvchi ro'shan dalillar borligi ifoda qilingandir. Biroq mazkur oyatda Baqara surasidagi oyatdan farqli holda koinot hodislarini faqat osmonning va zaminning yarilishi hamda kecha-kunduzning almishishidan iborat 3 nuqtaga yig'inchoqlaganligiga kelsak, balkim masala oyatdagi dalil nuqtasi bo'lgan o'zgarish xususiyatining tilga ilinishi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Chunki o'zgarish koinotda va uningdagi barliq hodislarda jarayon qilib turdi. Masalan, bu o'zgarish bir bo'lsa kecha-kunduzning almishidagi shay'ining o'zida yuz bersa, yana bir bo'lsa shay'ining ma'lum tarkibiy qismida yuz beradi. Elementlarning turli shaklga almashib turishi buning misolidir. Osmon jismlarining turli vaziyatlar ichida o'zgarib, yutkilib turishi buning misolidir. Shu jihatdan Payg'ambar alayhisalom o'sha bu oyat ustida to'xtalib, bu oyatni tafakkur qilmay o'qigan kishining holiga voy deb ko'rsatgan edi. Demak, yuqorqi oyatlarda ko'zda tutilayotgan o'zgarishlardan maqsad dal olamning hadis ekanligining alomatlari ekanligi, sabab natija qonuniyati bo'yicha hadisning paydo qilg'uvchisiz yuz bermaydiganligi va buning hadisni paydo qilgan yaratquchining mavjudligiga dalil ekanligi qatorliqlardir. Mana bular olimlar birdak muayyanlashtirgan koinot daliliga ishoratlar bo'lib, aqida ulamolaridan Imom Ahmad ad-Dardir oyatlardagi o'zgarishlar va almishlardan ko'zda tutilgan ma'no haqida to'xtalib mundaq deydi: Qur'on Karim oyatlari ko'rsatib o'tganidek, olamning hadis ekanligiga uning bir-biridan farqli va o'xshamaydigan tur va shay'larni o'z ichiga olganligini dalil qilib ko'rsatish mumkin. Chunki olamning ba'zi qismi samoviy bo'lsa, yana ba'zi qismi uning aksicha.
Ba'zi qismi nurani bo'lsa, yana ba'zi qismi zulmatlik. Ba'zi qismi haroratlik bo'lsa, ba'zi qismi zimiston. Ba'zi qismi harakatlik bo'lsa, yana ba'zi qismi turg'un. Ba'zi qismi shalang bo'lsa, ba'zi qismi qo'yiq. Ba'zi qismi yo'qdan bar bo'lsa, yana ba'zi qismi mavjudiyati yo'q bo'lib ketayotgan bir qator holat o'zgarishlarga to'lgandir. Yana kelib turlarning har biri yana ayrim turlarni, juz'iylar va sifatlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, hech kim uni birma-bir statistikalab chiqolmaydi. Mana bular olam va uningdagi har bir turning mavjudiyatini yo'qlikdan barliqqa chiqaradigan dana bir turkiga, ya'ni yaratquchiga muhtoj ekanligini ko'rsatib beradi. Shuning bilan birga yaratquchi faqatla bir sabab yoki tabiat bo'lmasdan, balki mutlaq ixtiyorlikqa ega o'rnaksiz yaratquchidir. Chunki sabab yoki tabiatning yaratganligiga ma'qul kelgan va shundoq bo'lishini faraz qilgan taqdirda bu xil o'zgarish va rangdorliklarning barliqqa kelishi asla mumkin emasdir. Darhaqiqat Alloh taolo bunday deydi: Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzining navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Al-Imron surasi 190-oyat. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratgan maxluqotlari ustida va o'zlarining ajri yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. A'rof surasi 185-oyat. Qur'oniy dalillar yana olamdagi o'zgarishlarning uning hodis ekanligiga dalil bo'lganligiga ishorat qilish bilan birga, har qanday hodisning cho'qim paydo qilguvchisi bo'lganligini, sabab natija qonuniyati bo'yicha muayyanlashtirish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Qur'on Karim bu haqda bunday deydi: Ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular o'zlari yaratquchimi, yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Tur surasi 35 va 36-oyatlar. Yuqorqi oyat yaratquchining haqiqatini inkor qilguvchilarga ta'addi va tanqid mavqasida turib savol qo'ymoqda. Darvaqa oyatning bundoq bir mavqada savol tashlashi inkor tusdi bo'lib, bu orqali yaratquchisiz yarilishni aqlga ravo ko'rishning mantiqsizlik bo'lganligi hamda buning sabab natija qonuniyatiga xilof ekanligi muayyanlashtirilgan. Oyat haqida Shayxul Islom Ibn Taymiya bundoq deydi: Sağlam fitrat zörür halda ayet tilga ilinganlarning paydo qilg'uvchisiz paydo bo'lib qolishini yoki ularning o'zlarini o'zi paydo qilib olgan bo'lishini rad qiladi. Demak, buningdan ma'lum bo'ldiki, jazman ularni paydo qilgan bir yaratquchi bor. Mazkur oyat haqida doktor Said Fuda mundaq deydi: Qur'on Karimda koinot daliliga ishorat bor bo'lib, yo'qdan bar qilingan har qanday mavjudiyatning paydo qilg'uvchiga muhtoj ekanligi haqida Qur'on Karim mundaq degan: Ular yaratquchisiz yaratilganmi yoki ular o'zlari yaratquchimi? Oyatdagi ular yaratquchisiz yaratilganmi degan inkoriy savolda har qanday paydo bo'lgan shayning sababsiz paydo bo'lishining mumkin emasligiga dalil bordir. Chunki oyatdagi min qo'shimchasi ba'zilar o'ylab olgandek qismanlik ma'nosida bo'lmasdan sabab ma'nosidadir. Shu sabab oyatning ikkinchi bo'ligi yoki ular o'zlari yaratquchimi deyish orqali birinchi bo'lakda kelgan savolning qarama-qarshi sifatida o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, oyatning ma'nosi ajaba ularning yo'qdan bar bo'lgan bu mavjudiyati sababchisiz paydo bo'lib qolganmi? Bundoq bo'lishi asla mumkin emas deganlikdir. Sabab natija munosabati haqida Imom Abu Mansur al-Maturidi bundoq deydi: Biz olamning har bir juz'iy qatlamlarida sabab natija qonuniyatining hukm surayotganligini, yuz bergan har bir shayning faqatla paydo qilgan omil ta'sirida yuz berayotganligini ko'rganimizda, bu xil qonuniyatning olamning butunligida mavjud bo'lish kerakligini muqimlashtira olamiz. Shundoq bo'lgach, biz hech qachon yozuvchisi yo'q kitobning mavjud bo'lishini tasavvur qila olmaymiz. Bo'linganlarning faqat bo'lguchi omil ta'sirida bo'linganligini bilamiz. Jamlanish, harakat va turg'unliklarmi ana shu qonuniyatga bo'ysunadigan bo'lib, darvaqa bu xil qonuniyat jami olamda muqarrarlashgan bo'lishi lozim. Chunki olamning o'zimi tuzilgan va bo'lingandir. Balki olamning qurilmasida aqlni lol qilguvchi taraflar yuksak darajada ta'min etilgan. Shunga olamda bo'linish yoki birikish bo'lsin, hammasi o'zidan boshqa bir omilning sababidan yuz berdi. Yuqoridagi oyat haqida doktor Umar ibn Abdul Aziz al-Qurashi maxsus to'xtalib mundaq deydi: Darvaqa inson o'zini o'zi yaratganimi yo'q, o'z avratlarini yaratganimi yo'q. Inson aslida va ustida yashab turayotgan osmon zaminni yaratgani yo'q. O'zlarini xudolik bilan da'vo qilgan insonlarga kelsak, ular o'zlariga ortiqcha mushaqqat yuklashdan boshqaga yarmidi. Demak, bu yerda shu narsa aniqki, yaratish va yo'qdan bar qilish vazifasini insonlarmi, hayvonlarmi, jonsiz jismlarmi o'ziga mansub qilgani yo'q. Ya'ni bu yerda shu aniqki, hech narsa o'zligidan paydo bo'lib olgani yo'q. Shundoq ekan, yaratish ishini faqat Xudoga tavakal qilmoqdan boshqa yo'l yo'qdir. Qur'on Karim mazkur dalilni bizdan savol tariqasida so'rash orqali muayyanlashtirib mundaq degan: Ular yaratquchisiz yaratilganmi yoki ular o'zlari yaratquchimi?
Yuqorqi Qur'oniy bayonlar orqali Qur'oniy manbalarda koinot dalillari ko'rsatib o'tilgan har bir asos va yakunlarga ishorat borligini ko'rib olamiz. Shunga koinot dalili olimlar muayyanlashtirganidek sap aqliy dalillar turidan bo'lib qolmay, bayonlar faqat xabar berish doirasida bo'lmasdan aqliy va ilmiy haqiqatlarga o'rtaq ahamiyat berguchi Qur'on Karimdan iborat vahiy manbalaridami qo'llab-quvvatlangandir. Doktor Said Futa koinot dalilining Qur'oniy bayonlarida kelgan ishoratlar haqida to'xtalgan bir qator bayonlardan keyin aqliy dalillarning butunlay naqldan ayrilgan dalillar emasligini, jumladan koinot dalilining mushu turdan ekanligini hamda aqida olimlarining aqliy dalillarni Qur'oniy bayonlar orqali izohlashga alohida ahamiyat berib kelganligini bildirib mundaq deydi. Hörmətlik aziz oqurman, ko'rib turibsizki, aqida olimlari o'z dalillarida Qur'on Karimga ching asilgan bo'lib, ularning iymon va aqida masalalarida o'ttirg'i qo'ygan mazkur dalillari ana shundoq sog'lom aqlni manba qilgandir. O'sha bu sap aqliy dalillar Qur'on Karimga zid dalillar bo'lmasdan, balki Qur'on Karimga uyg'un dalillardir. Siz koinot dalilida ko'rib o'tganingizdek, Qur'on Karimda aqliy dalillarni qo'llaydigan talay oyatlar bayon qilingandir. Qur'oniy manbalar koinot daliliga ana shundoq ishoratlar berish bilan birga, koinot dalilining o'z navbatida Qur'oniy dalillardan sanash kerakligiga ishorat qilgandir. Shunlashqa olimlar koinot dalilini xos aqliy dalil deyish bilan tang mazkur dalilni yana Allohni isbotlashdagi Qur'oniy metod deb muayyanlashtirgan. Bundoq deyishlik sabab Qur'on Karimda yuqorqi ishoratlardan boshqa yana hadis shay'larning paydo qilg'uchiga muhtoj ekanligi, paydo bo'lg'uchining paydo qilg'uchisi bo'lishi lozimligi, shay'lardagi o'zgarishlarning olamning hadis ekanligini uqtirdiganligi va buning hadisga butunlay o'xshamaydigan muqarrar mavjudiyatning borligining dalili ekanligi qatorliqlarga doir bayonlarning tarixda o'tgan buyuk payg'ambarlar tilida kelganligidir. Olimlarning yuqorqida qanoatga kelishida payg'ambar zotlarning da'vat metodida mazkur koinot dalilini ayni davr sharoitiga yarasha shaklda o'zgacha uslub va bayon bilan qandoq qo'llanganligi va avatilgan qavm orasida bu vaqtda qandoq munozirlar bo'lganligi qatorliqlarning Qur'onda aynan tilga ilinishi sabab bo'lgan deb qarash mumkin. Qur'oniy bayonlarga nazar tashlagan vaqtimizda darvaqa biz ushbu nuqtani shuhrati jahonga taralgan, nomi ulug', zikri buyuk va sharafli payg'ambarlardan Ibrohim payg'ambar va uning da'vat jihatdagi ilmiy metodi haqida kelgan oyatlarda ro'shan gavdlanganligini ko'ramiz. Qur'on Karim İbrahim alayhissalomning da'vat haqidagi bayonlarda İbrahim alayhissalomning mazkur dalilni koinot hodislariga cho'qing'uchi qavm bilan o'tkazgan munozirasida qo'llanganligiga ishorat qilib mundaq deydi. Biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. İbrahim kechaning qorong'ulig'i bosganda yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening parvardigorimdir dedi. Yulduz petib ketdi, men petib ketguchilarni yoqtirmayman dedi. U ayning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir dedi. Ay petib ketdi. Agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uch qavmning qatorida bo'lardim ekan dedi. U quyoshdan chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketdi, u aytdiki: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judaman. Men haqiqatan batil dillardan haq diniga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman." İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki: "Meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamizlar. Men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimning xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazilmaydiganligini o'ylamamsizlar. Allohning sheriki bo'lish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmayvatsanglar. Sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandaqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi, biz bu ikki guruh odamdan zada qaysimiz eng qo'rqmaslikka tegishlik? Azobdan amin bo'lish iymon aytgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. O'z qavmiga raddiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. An'am surasi 75-oyatdan 83-oyatgacha. Yuqorqi oyatlar İbrahim alayhissalomning osmon jismlari va shuningga o'xshash hodisaviy shay'larga cho'qing'uchi qavm bilan elib borgan munozirasi haqida to'xtalgan bo'lib, tarixiy manbalarda mazkur oyatdagi munoziraning Kanan zamonida turgan vaqtlarida harronliklar bilan elib berilganligi va bu voqeaning İbrahim alayhissalomning o'z yurti Babildagi butqa cho'qing'uchi qavmga qilgan da'vatidan keyin yuz berganligi qayd qilindi. Tarixshunos va tafsirshunos olim Allama ibn Kasir mundaq deydi:
İbrahim alayhissalom Babil shahridan Kanan zaminidagi Haranga qarab yo'l oldi. Bu ish Babildagi butqa cho'qing'ichi Namrud va uning agashkuchlari bilan qilgan munozirlardan keyin yuz bergan edi. Harran xalqi 7 sayyora yulduzga turli harakat va so'zlar orqali ibodat qilishadi. Bu vaqt yer yuzida İbrahim alayhissalom va uning ayoli hamda jiyani Lut alayhissalomdan boshqalarning hammasi kofir edi. Allah İbrahim alayhissalom orqali u yerdagi yomonlikni yo'qotib, azg'unlikqa xotima berdi. Ko'pchilik tafsirshunoslar yuqorqi oyatlarda İbrahim alayhissalom tilida kelgan koinot hodisasi haqidagi tahlillarni payg'ambarlik kelishdan avvalgi tafakkur va nazar selish orqali keltirgan qanoatining bayoni bo'lmasdan, balki oyatlarning oxiri ishorat qilib o'tganidek Allohning İbrahim alayhissalomga ato qilgan aqliy dalillardan ekanligini, İbrahim alayhissalomning mazkur dialogda tutgan maydonining munozara qilguvchi va qarish tarafning dalillariga ma'qul kelib turib, ularning maydonini chiqish qilgan holda ularning Xudoning mavjudiyatiga doir aqidaviy azg'unliklarini, ibodatlarda xato ketgan joylarini ularga ko'rsatib berishga uringanligini ilgari surdi. Darvaqa oyatlar va uningda kelgan munoziralar koinotdagi jismlarning hodis ekanligini, o'zgarishlarning olam va uningdagi jismlarning hodis ekanligining ifodasi ekanligini, shunlashqa bu hodisaviy shay'larning cho'qinishga va aqida qilishga arzimaydigan narsa ekanligini muayyanlashtirib qolmay, balki haqiqiy aqida qilishga va ibodat qilishga tegishli ilohning olam va uningdagi mavjudotni yaratgan zot bo'lish kerakligini, faqat ana shunday zotga yuzlanishga, bandalik qilishga tegishli ekanligini o'tirg'a qo'ydi. İmam Muhammad Rashid Rizo mundaq deydi. Ko'pchilik olimlar jazmlashtirgan qarash shuki, İbrahim alayhissalom mazkur oyatlarda munozara pozitsiyasida yo'l tutgan. İmam Nasafiy mundaq deydi. İbrahim alayhissalom mazkur qavmni ularning o'z dinida sodir qilayotgan xatoliklardan ogohlantirmoqchi hamda ularni tafakkur qilish va dalillab chiqish usuli bo'yicha ish ko'rishga yetaklamoqchi bo'ldi. Bu orqali İbrahim alayhissalom ularga mazkur jismlarga to'g'ri usulda nazar solgan. Bu vaqtda tafakkur qilgan vaqtda yuqorqilardan birarsining xudo bo'lishga salohiyati yo'qligini yakunlab chiqqani bo'lganligini, ulardagi hodisaviylikka doir ifodalar ularni xudo qilib olishning bema'ni ekanligini ko'rsatib berganligini bildirmoqchi bo'lgan edi. Darvaqa u bularning hammasining orqasida bularni yo'qdan bar qilgan, osmon jismlarining chiqish, petish, sayr qilish va boshqa barliq faoliyatlarni idora qilib turgan bir yaratquchining borligini bildirmoqchi bo'lgan edi. İmam Abu Mansur al-Maturidi İbrahim alayhissalomning oyatdagi "Men petib ketguchilarni yoqtirmayman" degan so'zi haqida mundaq deydi. Oyatning ma'nosi: "Men xilma-xil holatlarga ega almashib turadigan, o'zgarib va yo'qolib ketib turadigan narsalarni xudolik bilan ta'riflab, anga madhiya o'qimayman. Men faqat tegishli so'ygimni ziyodalik yoki kemiyib ketishlardan xoli, yo'qolib yana paydo bo'lishdek o'zgarishlar yuz bermaydigan muqarrar mavjudiyat Alloh taologa maxsus qilaman" deganligidir. İmam Faxruddin Razi yuqorqi oyatlarga bergan tafsirida İbrahim alayhissalomning mazkur munozirada osmon hodislarining o'zgarishi, uning hodis ekanligining dalili ekanligi, hech birining mustaqil qudrat va mavjudiyatga sahib emasligi va bu hodislarni paydo qilgan asli qudrat egasining Alloh bo'lish kerakligidan iborat koinot dalilini tuvan saviyadagi avommi, aql va mutaxassislarmi o'rtaq azm qila oladigan ommabop uslubda bayon qilganligini ilgari surdi. U bu vaqtda to'xtalib bundoq deydi: Chiqish va petishdan iborat har ikki holatlar olamning hodis ekanligining birdek dalilidir. Muhimi, payg'ambarlar xaloyiqlarga ilib borgan da'vatida dalillarni aqli joyida kishimi, tuvan saviyadagi kishimi, aql, nadonmi birdek hazm qila oladigan tarzda aniq va ro'shan bayon qilishi zarur edi. Harakatning hodislikning dalili ekanligi garchi shaksiz masala bo'lsa-mu, biroq bu to'limi inchiki nuqta bo'lgach, buning mohiyatiga faqat ayrim sondagi ilm ma'rifat egallari yetalaydi. Ammo bu masalaga oyatdagidek petib ketish hodisasi dalil qilinsa, buning nimaga dalil qilinayotgani aniq bo'lgach, har kishi buningdagi dalilni bilib olaydi. Chunki yulduzlarning saltanati petib ketish bilan tang yo'qaydi. Bundaq bo'lganda petib ketish hodisasini mazkur jismning hodis ekanligiga dalil qilib ko'rsatish, maqsadni ifodalashga to'limi bab kelgan bo'ladi. Shunga ba'zi muhaqqiq olimlar shay'ining hodis ekanligini bilishda petib ketish hodisasi diqqat qiladigan nuqtadir deganni ilgari surgan edi. Darvaqa, o'sha bu qissa haqidagi eng munosib qarash shuki, mazkur qissada mutaxassislarga, o'rtaroq saviyadagilarga, avomga tegishli nasibi bor. Mutaxassislar oyatdagi petish ma'nosidan olamning hodis ekanligini, har qanday mumkin mavjudiyatning muqarrar mavjudiyatga muhtoj ekanligini tushunadi. Darvaqa, muqarrar mavjudiyatga muhtoj shay'ida ehtiyoj o'zliksiz bo'lmoqi lozim. Undaq ekan, mumkin mavjudiyatning oxirida barliq hodis va mumkin mavjudiyat kitaba xususiyatlaridan pak bo'lgan zotga berib to'xtashi muqarrar bo'ladi. Toki
mumkin vujudda bo'ladigan o'zgaga muhtojlik xususiyatlarining hammasi uning mavjudiyatiga kelib to'xtagan qadar. Xuddi Alloh taolaning aytganidek, boradigan oxirgi nuqta Rabbing tarafdir. O'ttirhol saviyadagilarga kelsak, ular oyatdagi petish ma'nosidan mutlaq harakat ma'nosini tushunib qolmay, har qanday harakatlanguvchining paydo bo'lgan hodis ekanligini, har qanday hodisning qudratlik va azaliy sababga muhtoj ekanligini tushunib oladi. Avomga kelsak, avomlar o'ltirish va petishga qarab yaqinlayotgan yulduzni ko'rganida petish ma'nosidan uning nurining xiralashib aziyotganligini, kuchining yo'qolib ketayotganligini hamda uning tashlab ketilgan narsadek bo'lib qolganini tushunadi-da, bu xil xususiyatdagi narsaning xudo bo'lishga salohiyati to'shmaydiganligini bilib yetadi. Yig'ib aytganda, "Men petib ketguchilarni yoqtirmayman" degan bu bir jumla oyat Allohga yaqin bo'lganlarmi, nam amali o'ng tarafdan berilganlarmi, nam amali so'l tarafdan berilganlarmi tegishli nasiba ololadigan ma'nolarni o'z ichiga olgan. Shunga bu oyat dalillarning eng mukammali va afzali bo'lishga munosib kelgandir. Yuqorqilardan biz koinot dalilining Qur'oniy metodga uyg'un bo'lib qolmay, olam va uningdagi hadislarni ko'zitish, hadislarni paydo qilgan sababning mavjudiyatini, sabab-natija qonuniyati asosida isbotlab chiqish qatorliq jihatlarda mazkur koinot dalilining haqiqiy to'g'ri diniga vakillik qilguvchi payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalom kabi ulug' zotlarning tilidami ishorat qilingan aqliy va naqliy dalillardan ekanligini ko'rib yetamiz. Mana bu o'z navbatida uning Qur'on Karimdan iborat ilohiy dasturining insonlarning haqiqatga yetishiga yordami bo'ladigan hamda ularning baxt saodatni qo'lga keltirishiga keraklik barliq narsalarni o'z ichiga olgan kitob bo'lishdek xosligini joriy qildirgan aqliy va naqliy manba ekanligining ifodasidir. Biroq shuni bilish kerakki, o'sha bu kitobning talibi va haqqi loyiqida ado bo'lmay turib, uning sirlar xazinasiga voqif bo'lish, aqlni lol qilguvchi mo'jizlarga to'lgan ma'no boyliqlarini qazib chiqish mumkin emasdir. Uning talibi va haqqi bo'lsa, ixlos va tafakkurdan iborat. Payg'ambar alayhisolamning koinot hodislari haqidagi oyatlarni o'qib, u vaqtda tafakkur qilmaganlarning holiga voy deb ko'rsatganligi mazkur so'zimizning asosidir. Darvaqa Qur'on Karim o'zi haqida qilingan samimiy tafakkurning, ixlos hamroh qilingan suzuq qalbning muhaqqaq tegishlik nasibiga erishadiganligi va buning Qur'onni nozil qilishdagi tub maqsadlardan biri ekanligi haqida to'xtalib mundoq degan edi. Bu ularning oyatlarni tafakkur qilishi, aql egalarining nasihat olish uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Sad surasi 92-oyat. Shubhasizki, yuqorqi oyat tafakkur qilishni tilga elish orqali aqlga ishorat qilgan bo'lsa, vaz nasihat elishni tilga elish bilan qalbga ishorat qilgandir. Koinot dalili haqidagi xulosamiz shuki, koinot dalili ana shundoq yaratquchining mavjudligiga munosabatlik eng kuchli dalillardandir. Ushbu dalil qadimdimi, hozirdimi Allohning mavjudligini isbotlashdagi eng kuchli va mazmut aqliy dalillardan bo'lib kelmoqda. Shuning bilan birga mazkur dalilning qurilmasi mazmut, o'li intayin puxta, logikalik hamda ilmiy bo'lib, o'ziga qarshi qo'yilgan har qanday e'tirozga javob berishga qodir. Darvaqa bu dalil ilm-fan haqiqatlaridami, Qur'on haqiqatlaridami muayyanlashtirishga sazovor bo'lgan aqliy, naqliy va ilmiy dalildir. O'qirmanlarga ma'lum bo'lganidek, kitobimizning bu qismida biz aqliy yo'nalish hamda ilm-fan natijalari, shundaqla Qur'oniy manbalar asosida olamning boshlanishi bor hodis ekanligi, uning paydo qilguvchisi borligi va bu paydo qilguvchining moddiy mavjudiyat bo'lmasdan olamdagi barliq hodisaviy shaylardan farqli sifat va xususiyatlarga ega azaliy va muqarrar mavjudiyat ekanligi hamda shundoq bo'lishining aqliy, naqliy va ilmiy jihatlardan muqarrar ekanligi qatorliq masalalarni munosib dalillar asosida bayon qilib chiqdik. Oxirida biz shuni takror ta'kidlaymizki, islom aqidasida vahiydan iborat faqat haqiqatni so'zlaydigan naqliy manbalar sog'lom aql bayqab yetgan ilmiy natijalar bilan har zaman birdaydir. Bo'libmi, islom aqidasining manbasi bo'lgan vahiy bayonlarining aqlning mo'l husulliq ilmiy yakuni hamda utuq natijalari bilan birdaylikni saqlaydiganligi va asla zidlashib qolmaydiganligi Xudoning mavjudligi masalasida intayin ro'shan darajada ifoda qilgan.